2026-yilgi Jahon chempionati qaysi futbolchilar uchun oxirgi mundial bo'ladi? Sahifamizga obuna bo'ling, eng yaxshi 5 nafar futbolchini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatimizni Belgiya terma jamoasi futbolchisi Kevin De Bruyne ochib beradi. 24-iyun kuni 35 yoshni qarshilaydigan futbolchi uchun AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'ladigan mundial oxirgisi bo'lishi kutilmoqda. Xorvatiyalik sehrgar Luka Modric yoshi o'tayotgan bo'lsa-da, maydonda yosh futbolchilardek harakat qilmoqda. Oxirgi 2 mundialda o'ziga xos natija ko'rsatgan shaxmatchilar 2026-yilgi Jahon chempionatida ham chempionlik uchun harakat qilishi kutilmoqda. Agar bu amalga oshsa, Modric dunyodagi eng yaxshi yarim himoyachilardan biri ekanligini shubhasiz isbotlaydi. Neymar Braziliya futbolining so'nggi yillardagi ramzi hisoblanadi. 2026-yilgi chempionat pentakampionlarning so'nggi 10 yillikdagi erkatoyi uchun xayrlashuv turniri bo'lishi kutilmoqda. Iroda va mehnat timsoli Cristiano Ronaldo 5 ta jahon chempionatida gol urgan yagona futbolchi 6 va so'nggi bor dunyo taxti uchun jangga kiradi. Mutaxassislar Portugaliyani asosiy favoritlardan biri deb hisoblamoqda. Agar bu amalga oshsa, futbolning Ronaldodan hech qanday qarzi qolmaydi. 2026-yilgi mundial Messi uchun ham oxirgisi bo'lishi kutilmoqda. Argentina esa chempionligini himoya qilish uchun maydonga tushadi. Futbolni Messidan hech qanday qarzi qolmagan, ammo u boshchiligidagi jamoa yana bir bor g'alaba qozonsa, Messi va uning muxlislari uchun haqiqiy bayram bo'lishi aniq. Xo'sh, yana qaysi futbolchilar uchun 2026-yilgi jahon chempionati oxirgisi bo'ladi? Fikrlaringizni yozib qoldiring.